Har kuni uyiga 5 litrli, 10 litrli suv tashiverib charchagandirsizlar. Har bir inson kamida 2 litrli suv ichishi kerak. Ishni o'zim charchab ketganimdan oxiri uyiga filtr o'rnatib oldim. Mana Aura kompaniyasidan o'zligi kelib o'rnatib ketishdi. Bu apparatda 6 ta filtri bor. Tashqi tomonda 3 ta, ichida yana 3 ta filtri bor. Bu apparatda afzalli taraflari 6 ta filtri bor. 6 ta filtrdan o'tib, top-toza bo'lib suv qilib chiqarib beradi. Даже rangli napitkalarni ham top-toza qilib chiqarib beradi. Sizlarga eksperiment ham xulosali qilib berish mumkin. Kelib o'zligiga shunda o'rnatib ketishdi. Men o'zim ishni o'zim rasrochkaga oldim. Naqd sotib olsanglar ham bo'ladi, rasrochkaga ham olsanglar bo'ladi. Arzoniga uchmanglar. Aura kompaniyasini sizlarga maslahat beraman. Filtrlari original kачествоda ishlaydi. O'rnatmoqchi bo'lsanglar, sizlarga podarkasini ham berishadi. Shunaqa ko'p oilali do'stinglarga bu videoni jo'natib qo'yinglar.